Davlat xavfsizlik xizmati va bojxona xodimlari hamkorligida poytaxtimizning Yunusobod tumanidagi pochta bo'limida o'tkazilgan tezkor tadbirda Toshkent viloyatining Toshkent tumanida yashovchi 1994-yilda tug'ilgan shaxs Hindistondan yuborilgan jo'natmani qabul qilib olib, ketayotgan vaqtida to'xtatilib, tegishli tartibda tekshirildi. Brigabaning kapsula 100 mg. Ushbu pochta jo'natmasida O'zbekiston Respublikasiga olib kirilishda taqiqlangan bo'lgan moddalar borligi aniqlangan. Natijada ushbu jo'natma ichida tarkibida jami 1 kilogramm 800 gramm brigabalin kuchli ta'sir qiluvchi moddasi bo'lgan 6000 dona kapsula borligi aniqlandi. Hozirda ushbu shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 246-moddasi birinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda giyohvandlik vositalari savdosi bilan bog'liq holatlarga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.